Hay. Hay. Kelishgan Quddus, Aqatli shahzodam, qoping'a o'rningizdan. Voy, nim bo'ldingmi? Birdam yotgan nim bo'pti? Voy, nim bo'ladi? Siz jo'n bog'da karavotni saqlab, buruqtimliq ichiga yotqanmog'i 3 oy bo'ldi. Voy, yildiz tatib ketmang yana miyaga. Bu ziyon tatib ketsangiz nim bo'pti? Boshqalar necha million ziyon tatib, yana xushal-xuram yashayotibdi, yeb-ichib samirib. Sizning tashpaqidek mumkin oldingiz miyaga. Endi-chu qarangman yoz keldi. Hammani qaytadan boshlaymiz. Siz-chu burunmi lobandingiz, hozirmi loband, buningdan keyinmi ham shu loband. Lobandni yancha tam to'yda to'simi, Axlatxon yasimi yana o'xshash loband. Qarang, marmardek ko'zlaringizga, chaqchuqdek yuzlaringizga. Qadi qomatingizga bir qarab beqmasiz, bir qarashda sizning-chi bu salobatingizning balig'i jilinib turdi. Bu gapni tanishib o'tmay, qo'pab menga kiyimlaringizni almashtirib, iliq chiroyli kostyumlarningizni kiyib, Gucci'ning oyoqini kiyib, mahal qalam uchun siz o'zingizning xushal-xuram yaxshi yashayotganingiz uchun bildirib qo'yinglar. Ey xudo. Lekin bu sil unda deganing bilan men o'rnimdan tura olamanmi? Nima qilib turolmaysiz? Sizning kayningiz men bor, bizning ota-onamizning hayot, insonlarimizni bizni qo'llaydigan. Siz tirishib, qarab mangsangiz bog'u, qolgan ishlar o'zigidan tez hal bo'lib ketadi. Bu haqdan ortiq tursangiz tura olasizki, hargizmi haqdan keyin qolmaysiz. Mahal kunimiz bog'u asliga akilib olsak, yo'lda mangsangiz bog'u haqning ayollarimda qarab kimning yo'lda ishkaniz, Dilmarxonning yo'lda ishkanib cho'lgalabchi tam yiqib ketsin. Qopag'a menga qopab shirkatchi qaytadan qo'lingizga ilan. Lekin sen unda deganing bilan bu pulimiz nimaga oldirib shirkatni? Voy, qarang, qadi qomatingizga, ashta chiroyli yosni basangiz kim sizga mablag' solmay qoldi? Kim sizga pul olmay qoldi yana? Menga qopab chachlaringizni tarab, chiroyli bo'lib, kiyimlaringizni kiyib, bunda bir ruhli holatga chiqing. Demisimo deganing to'g'ri ekan xotin. Bu necha vaqtdan bekor, bekor o'tib ketgan umrim. Lekin shu bir necha bo'ldi qara. Yazsam faqat qo'pqim kelmaydi. Uning ustiga bu ustiqonlarim degan bo'shab, shunda bir xil ish qo'yishaqmas bo'lib qoldim. Qanday qilaman? Voy, shu men siz necha vaqtni yo'q bikoyatida. Og'zimizda. Voy, shu necha vaqtni yo'q shu sizni o'zni kutab, vaqt chiqmay qoldim keyin deb qarang. Sizga ma'vo tibbiy o'z quvvatliligini oldim. Machu qarang patni to'qiga ega bo'lgan, hormonsiz tabiiy mahsulotlarga, iliq quvvatlar, shu erlarniki butun umumiy badanni quvvatlaydigan shunchaki yaxshi mahsulotga ishlatib ketman. Ma'qul. Mushin bir ichib, hemen bir italat tuzumda bir chiqib havoga burun ulpat tashladan bir ko'rishib kirayman. Eras ma'noy bir aloqalish numerosi debtagini cho'nglag'im bir birash ko'rish so'g'a salom sifatida elib, azaq bir pul so'rab kelay. Telefoningizni kirgizganimsa? Debra. 181 99 99 17 30. Güzel. Ma, dop qatsan dikki chiqib bir çaydanla beklemen hazırlanma bir işçi olay. Oldu ma'qul. Biram o'tib turamsa? Ma'qul. Saran xotin. Bu necha vaqtdan buyon ko'zim kirishveli vagicha da bir maqtab qo'ysa, burillam meram bo'lmaydigan Qudusani deyman. Akish degan zot maqtab qo'ysa. İşler yaxshi bo'lib ketdi. Axir kallang ishida xotin. Hey! Qanday sen bo'laysiz?